36 bab. Tövendikiler Əsavның əvladlarıdır. Əsavның yana bir ismi İdom idi. Əsav bir qancha qanan qızlarını əmriga alğan bo'lib, ular Xitladın İlonның qızı Ade, Heviladın Zibionның oğlu Anaqның qızı Oholibama, İsmailның qızı Nebayotның singlisi Basimatlardır. Adedin Elifaz tug'ildi. Basimatdin Raul tug'ildi. Oholibamidin Yehush, Yalam va Korahlar tug'ildi. Əsavның bu oğullarının hammasi Qananda tug'ildi. Əsav ayollari, farzandlari, oilasidagi bütün odamlari, bütün qo'y kala va Qananda topgan mol-mulklarini ilib, inisi Yoqubdan ayrilib, boshqa yerga ko'chib ketdi. Bu ikkilarning qo'y kala va boshqa taluqatlari nurg'un bo'lg'ashqa, bu yer ularga yetishmagan edi. Shunga Asav, ya'ni Idom, Sayir tog'liq rayoniga berib turdi. Tövendikilar İdiliq rayoni Sayirdiki İdomluqlarning otasi Asavning avlodlaridir. Asavning ayoli Oda bir o'g'il tug'di. Uning ismi Elifaz bo'lib, uningdan 5 o'g'il to'raldi. Ular Taman, Omar, Zafo, Gatam va Kanazlardir. Elifazning kichik xotini Timna bir o'g'il tug'di. Uning ismi Amalek idi. Asavning ayoli Basimat bir o'g'il tug'di. Uning ismi Raul idi. Rauldan 4 o'g'il to'raldi. Ular Nahat, Zara, Shamma va Mizaladur. Asavning ayoli Oholibama Zibionning nevrisi bo'lsa, Anaqning qizi bo'lib, u Asavga 3 o'g'il tug'ib berdi. Ular Yehush, Yalam va Korahlardir. Asavning avlodlari tuvandagi qabilalarning qabila boshliqlari bo'ldi. Asavning tunji o'g'li Elifaz, İdom rayonidagi Timan, Omar, Zafo, Kanaz, Korah, Gatam va Amalek qatorliq qabilalarning otisidir. Yuqoridagi qabilalarning nomi Asavning ayoli Odadan bo'lgan avlodlarning ismlaridir. Asavning o'g'li Raul bo'lsa, İdom rayonidagi Nahat, Zara, Shamma va Mizza qatorli qabilalarning otisidir. Yuqoridagi qabilalarning nomi Asavning ayoli Basimatdan bo'lgan avlodlarning ismlaridir. Yehush, Yalam va Korahlar Asavning ayoli Anaqning qizi Oholibamidan tug'ilgan bo'lib, ular o'z nomlaridagi qabilalarning otisidir. Yuqoridagi qabilalar va qabila boshliqlari Asav, ya'ni İdomning avlodlaridir. İdom rayonida o'ltirishliq aholilar tövandagi qabilalarga bo'lingan. Ular Lotan, Shobal, Zibion, Anah, Dishon, Azer va Dishanlardan iborat. Bu qabilalarning nomlari qabila boshliqlarining ismlari bilan atalgan bo'lib, bu kishilar Hortlardan bo'lgan Sayirning avlodlaridir. Lotanning o'g'illari Hori va Himon bo'lib, Timna bo'lsa Lotanning singlisidir. Shobalning o'g'illari Alvan, Manahat, Abal, Shefo va Onamlardir. Zibionning o'g'illari Aya va Anaqdir. Çöldə otisining eshaklarini beqib yetib, arshonlarni bayqagan dal mana shu Anaq edi. Anaqning bolalari o'g'li Dishon va qizi Oholibamidir. Dishonning o'g'illari Hamdan, Ashbon, Itran va Karonlardir. Azarning o'g'illari Bilhan, Zaavan va Akanlardir. Dishonning o'g'illari Uz va Arandir. Horutlardan bo'lgan qabila boshliqlarining ismlari Lotan, Shobal, Zibion, Anah, Dishon, Azar va Dishanlardir. Keyincha bu boshliqlarning ismlari
Seyir rayonundaki horutlardan bo'lgan öz qabillərinin namlarına aylandı. İsraillarning tixi podshoyi bo'lmasda, tövəndiki podshohlar İdomga hükümranlık qildi. Beorning o'g'li Bela, u tug'an shaharning ismi Dinhaba idi. Bela o'lgandan keyin o'rniga Bosraliq Zaravning o'g'li Yobob chiqdi. Yobob o'lgandan keyin o'rniga Tamoni rayonidan kelgan Xusham chiqdi. Xusham o'lgandan keyin o'rniga Bedatning o'g'li Hadad chiqdi. U Medyanlarni Moabda tarmar qilgan. U tug'an shaharning ismi Avid edi. Hadad o'lgandan keyin o'rniga Masrqaliq Samla chiqdi. Samla o'lgandan keyin o'rniga daryo bo'yiga joylashgan Rehobotdan kelgan Shaul chiqdi. Shaul o'lgandan keyin o'rniga Akborning o'g'li Bahal Xanan chiqdi. Akborning o'g'li Bahal Xanan o'lgandan keyin o'rniga Hadad chiqdi. U tug'an shaharning ismi Paho edi. Uning ayoli Mahitabil bo'lsa, Bezahabning qizi bo'lgan Madridning qizi edi. Asav İdomdagi Timna, Alva, Yatat, Oholibama, Alo, Pinon, Kanaz, Taman, Mipsar, Magdiyel ve İram qatarlı qabillərinin atısı bo'lib, bu qabillərning nomlari öz qabili boshliqlarining ismlaridan kelgan. Yuqorqi qabillar o'ltiraqlashgan joylar shu qabillarning nomi bilan ataldi.